Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. E'tiboringizga Silibus tizimiga maqolalarni joylashtirishni o'rganib chiqamiz. Batafsil nashriyotchilar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Demak, ushbu maqolani Silibus tizimida joylashtirishimiz uchun maqola chop etilgan bo'limiga kiramiz. Demak, maqola tanlaymiz. Albatta, Science ID raqami bo'lgan maqolalarni kirita olamiz. Bu yerda maqolamiz o'zbek tilida. Ingliz tilidagi har bir til bo'yicha maqolani mavzusi, annotatsiyasi kiritish kerak bo'ladi. Doira raqam. Demak, doira raqamda mana bu qismni kesib olamizda oldi tomonidan qo'yamiz, chunki o'sha protokol orqali ko'rsatish kerak doim manzilni. Demak, o'zbek tilida yoshlik konda mos yo'nalishni tanlaymiz. Meteorologiya, geologiya fanlari, kalit so'zlar. Muallifni kiritamiz. Ushbu maqolamizni kiritolmas ekanmiz, Science ID raqam noto'g'ri keltirilgan ekan. Keyingi maqolamizni kiritishga harakat qilamiz. Xo'sh, bu uchun yana boshdan boshlashimizga to'g'ri keladi. Doira raqam nashr sanasi o'zbek tilida. Demak, mos yo'nalishlarni tanladik. Kalit so'zlar. Mualliflarni kiritishni boshlaymiz. Demak, birinchi muallifimiz Science ID raqami chiqdi. Demak, tashkilotimizda lavozimini kiritishimiz kerak. Keyingi muallifimiz demak, 4-muallifni kirita olar ekanmiz. 3-muallifimizga Science ID raqam yo'q. Science ID raqam bo'lmasa muallifni kirita olmaymiz. Qachonki Science ID raqamni ko'rsatib muallif ariza beradigan bo'lsa, keyinchalik biz tasdiqlab berishimiz mumkin.
Shu uchun imkon qadar majburiy tartibda biz sayt raqamlarni ham yig'yapmiz mualliflardan. Demak, annotatsiyalarni kiritib chiqamiz. Xo'sh, adabiyotlarni kiritamiz. Adabiyotni bittadan kiritib chiqishimizga to'g'ri keladi. Tugadi. Endi fayllarni biriktiramiz. Demak, 5-maqolamiz edi. 5-maqolani taqriz submission qismi elektron shaklda olingan QR kodli maqolani yuborish tugmasini bosamiz va tabriklaymiz, ariza muvaffaqiyatli yuborildi degan status chiqmoqda. Endi buni nashrlarga biriktirish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz quyidagi tartibda amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 4.2 maqolalarni biriktirish funksiyasi kiritgan maqolangiz bo'yicha nechta bo'lsa hammasi ko'rsatadi. O'shani biriktirib qo'ysangiz maqola ko'rinadi. Keyin mana bu bizani endi jurnal ochiq siyosat bo'lganligi uchun buni yoqib qo'yish tavsiya etiladi. Demak, keyingisini ham ochib qo'yamiz. Va albatta ushbu maqola uchun ro'ya avtomatik shakllanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Bizni kuzatib boring.